Start recording. Yo, what's up? Nimaga bola? Hamma tinchmi? Xo'sh, bugungi reading boshladik. Bugungi mavzu in 1 cubic foot haqida. In 1 bitta kubik oyoqchami? Endi bitta bo'lgan tarjimasi tushunmadimmi? Hozir o'qib nima haqida ekanligini tushuna olamiz. Mana bu yerda qisqacha nimadir bor ekan. Around us there are millions of tiny plants, insects, fish and other animals, but we often don't see them. Most of the organisms living in the soil are like the ones pictured in the water. Some are only millimeter in size. Tushunarli. Aytibdi, atrofimizda millionlab deyapti kichkina hayvonchalar, bakteriyalar, shunga o'xshagan animals and plants deyapti, o'simliklar, mana shular qamrab bo'lgan bizani va biz ularni ko'rmaymiz, hatto sezmaymiz ham ularni sayzi atigi millimetrlarda demoqchi. Xo'p, boshlaylik. In any environment, forest, mountain, water, you always see the big animals first. Birds, mammals, fish, but under your feet, but on land and in the water, there are many smaller organisms, insects, tiny plants, miniature sea creatures. Xo'sh, aytibdi, har qanday tabiatda deyapti, har qanday atrof muhitida deyapti, siz qushlarni, yirik narsalarni ko'rasizlar. Misol qushlar, har xil baliqlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa narsalarni sizlar payqaysizlar, lekin sizlar oyog'inglar ostida o'sha millimetrlik narsalarni sezmaysizlar demoqchi. Tiny plants, miniature sea creatures, kichkina o'simliklar, kichkinagina o'sha dengiz anolari, hayvonchalari, mavjudotlar deyapti. There are many seem unimportant, but in fact, these sea creatures and ground dwellers are the heart of life on Earth, according to naturalists Wilson. Without them, our world would be a very different place. Aytibdiki, mana shu Wilson degan odam bor ekan. Shu aytibdiki, bizning hayotimiz aynan mana shu mayda narsachalar, mayda o'simliklar bizning ko'zimizga unimportant bo'lib ko'rinadigan narsalar deyapti, lekin aslida juda ham muhim deyapti. Bular bo'lmasa bizning hayotimiz umuman boshqacha bo'ladi demoqchi. Keyingisi, the cycle of life. Most organisms on Earth live on the ground or just below in it. Here, they are part of an important cycle. When plants and animals die, they fall to the ground. Later, tiny insects and other organisms break down the dead plant or animal material. Aytibdi, ko'p organizmlar deyapti, yerda yashaydiganlar o'ladi. Ular o'lgandan keyin yer dostiga qulaydi. Misol uchun o'rmonda o'lishmi yo'q, вообще-то farqi yo'q. Misol odam ham o'lsa yerga ko'mishadi. Endi bu juda ham xunuk o'xshatish bo'lyapti. Ko'ringlar, kelinglar, oddiy o'rmondagi bir hayvonni olamiz. Oddiy o'rmondagi bir birorta hayvon tasavvur qilinglar. Hozir qaysidir hayvon aytsam sizlarga yoqmasligi mumkin. O'sha hayvon tasavvur qilinglarda, u o'ldi va u o'lgandan keyin nima bo'ladi? Odatda uni kichkina o'sha qurt qumursqalar yeydi, shunaqa qilib proses shunaqa kechadi deyapti. Uni yoqib tashlaydi o'sha materialni, organizmni, o'sha o'lgan tanani yo'q qiladi demoqchi. The process eventually returns
nutrients to the soil and gives living plants energy. Bu protsess debdi, mana shu hozir aytayotgan protsess ham nutrients substance like deymiz. Shunaqa qaytadiki debdi. Nutrients bo'ladi, ya'ni o'sha qurt qumursqalar yeydi va u narsalar yerga yana qaytadi debdi. Ana uni ko'rganmisizlar? Bunaqa circle bor-ku. Bitta u biologiya kitobda bor edi. Adashmasam 8 yoki 7 da esimda. Nimadir tug'iladi, misol hayvonmi, biron narsa, keyin u ozgina o'sadi, uni nimadir yeydi, keyin uni ham, u hayvonni ham misol nimadir yeydi, keyin u katta hayvon o'ladi, yana yerga qumursqa o'ladi, yana o't o'sadi, o'tni yana nimadir yeydi, keyin o'sha o'txo'rda keyin yana yirtqich etxo'r yeydi. Mana shunaqa bu sikl bo'ladi. O'sha siklni nazarda tutyapti. Returns nutrients to the soil. Yana qumga o'sha nutrientlar qaytadi demoqchi. These plants can then help to maintain a healthy environment for humans and other animals. Xuddi o'sha aytganimdek, o'sha o'simliklar, ya'ni yerdan o'sha olgan nutrientlarni yana ular debdi help it to maintain healthy environment for humans or other animals. Hayvonlar yoki odamlar uchun ta'minlaydi debdi. Ta'minlab beradi o'sha. Shunaqa circle. Discoveries in a cube. Discoveries in a cube. Nimaligini o'zi o'qib tushuna olamiz. Men tushunmayman hozir discoveries in a cube. Despite their importance, scientists know very little about most ground organisms. To learn more, photographer David Lischwager went to different places around the world, including a forest and a coral reef. Different place. Aytibdi, scientistlar, ya'ni o'sha olimlar muhim organizmlarni biladi. Most ground organism. Yerga kerakli bo'ladigan organizmlarni bilar ekan. Shu soilga o'tgan payti, soil bo'lgan payti o'sha soilda zo'r ingrediyentlar bo'ladi degan shunaqa hayvonlarni yoki organizmlarni bilar ekan. Fotografer David Lischwager, manimcha nemis bo'lsa kerak, went to different places around the world. Juda ham turli xil joylarga borar ekan, including forest and coral reef. O'rmonga va suv tagiga mamnaqa marjon qoyami, marjon toshlami shunaqa narsalarni rasmga olish uchun kelar ekan. Ko'p shunaqa ishlar qilar ekan. In each place, he put a green 30 centimeter cube on the ground or in the water. Then he and his team counted and photographed the organisms that lived in or moved through the cube. Often they discovered hundreds of organisms, some only millimeters in size. It was like finding little games, he says. Ammo bunaqa to'rtburchak narsalarni qo'yar ekan o'rmonga, xoh o'sha dengiz tubiga. Bularni qo'yishdan maqsad, he put a green 3 centimeterlik ekan cube on the ground or in the water. Then he and his team counted the photographed organisms that lived in counted sanaydi yoki hisobga oladi va photographed
rasmiy olar ekan organizmlarni that live in or move it through the cube. Qanaqadir bitta fotografiya o'sha rasmiy oluvchini bir ixtirosi desam bo'lar ekan. Qisqasi shu kubni qo'yar ekanda, va shuni rasmiy olar ekan, shuni ichidan harakatlanayotgan nimalarnidir topar ekanmi, nimadir qilar ekanmi. Uncha zo'r tushunmadim bu gapni. Gems are beautiful stones used in jewelry. Okay, savolga o'tamiz. What could be another title for this reading? The tiny organs are everywhere. Buni olgan bo'lardim. Javobga saving small animals, the life of photographer. Yo'q, C va B emas. In paragraph A, what does the word miniature means? Very beautiful, very small, very important. Very beautiful bo'lishi kerak. Miniature. Tasviriy san'atda miniatyura degan narsa o'tiladi. Shu narsa emas, shu yo'nalish, shunaqa uslubdagi rasm chizish. Where do most organisms on Earth live? In the sea, on land, or in the soil? In the air. On land or in the soil, ya'ni yerda yoki qumni orasida eng ko'p mayda organizmlar yashaydi. Photographer mana shu odam and his team used it to keep to collect different species for further study, test the quality of the soil and water, count and photograph different organisms. C jawab. In paragraph C, why does Litz Wager call the organisms little gems? He thinks they are valuable and precious. Paragraph C dagi nima uchun o'sha fotografer little gem, ya'ni kichkina gem degani shunaqa toshki, mana bir yozib qo'yibdi, manida. Beautiful stones used in jewelry. Har xil taqinchoqlarga ishlatiladigan toshlar. Gem nima avvalambor nimaligini prosta sizlarga tasvirlab beraman. Chiroyli tosh, juda chiroyli tosh deb tasavvur qilib bilan. He thinks they are valuable and precious. Manimcha A javob. B javobni ham o'qib ko'ramiz. They are very different for human to see. The organs look like small stones. In paragraph C. Buni javobi A bo'ladi. O'zi tepada ham aytib qo'yibdi. They are valuable and precious. Ular juda qadrli va precious. Precious ham qadrli degani. Valuable, precious. Beri nimadir yozish kerak ekan. Paka bugunga shu kichkinagina o'zi tema. Katta tema emas. Bizga bugun shu o'rgangan narsamiz shu mayda millimetrlik hayvonlar bizani oyog'imiz ostida ekanligi haqidagi bir reading qildik. What's your neighbor? Ertaga mana buni ishlaymiz. What's in your neighborhood? Sani qo'shningda nima bor yoki nima degan ma'nodagi text. Xo'p, bugunga shu yetadi. Videoni ko'rganlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha, aytgancha bu video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar. Qisqasi yo'g'ini o'zinglar bilasizlar-ku. YouTube algoritmi qanday ishlashini menimcha hamma bilsa kerak. Sog' bo'linglar. Hech qachon to'xtab qolmanglar, bir maqsad qo'yinglar va maqsadga qarab intilinglar.